2012-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 2 avtomobili, 3 litrli motor bilan jihozlangan avtomobil, gazlari bilan mashinani bir dona detalda kraskasi bor ekan. Mana shu detalda kraskasi bor ekan. Kapotini mana shu qismida mashina joyida pitno sepilgan ekan. Bu yoq tomonlari, kapotlari hamma yog'i but-butun holatda turibdi. O'zi morda holatlari, faralari, kapotning tumshuvlari juda ham akkuratli holatda, toshlar ham tegmagan ekan. 210 ming atrofida yurgan, balonlar taqilgan, balonlari o'rta holatda. Haydab tursanglar bo'ladi, yozdan chiqib taqaverasizlar. Ko'chalarning sosteniyasi ham yiliga yurganiga nisbatan juda ham akkuratli, patologlari hammasi lyuklarigacha ishlab turibdi. Gazi bor, motor korobkalari luft yo'q ekan, korobkalari zo'r holatda. Svitchalarigacha yaqinda alishtirib qo'ygan ekanlar, plastmassa joylarigacha qarab qo'yishgan, qoraytirib. Juda ham chiroyli holatda, arzonroq mashina qidirib yurganlar bo'lsa, 210 ming atrofida yurgan ekan. Olib maza qilib haydashingiz uchun mashinalarga texnik joylarni ham ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. 7650 ga berib yuboramiz, bosinglar.